Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Так, здравствуйте всем. Сегодня у нас торжественное, так скажем, вручение будет тех учеников или там, скажем, тех людей, кто обучался в Revit и успешно закончил обучение. Мы, сами знаете, 2 месяца или там сколько месяцев тому назад как бы сделали с помощью вам, чтобы у вас было знание по новым вот таким вот программам, BIM-технологиям, у вас чтобы были какие-то навыки. Мы как бы договорились с Sarvar о том, чтобы вас обучить вот этой программе. И вы как бы тут есть ребята, которые очень хорошо себя показали, очень хорошо обучились и сейчас уже постепенно внедряют свои все умения в проекты, и это как бы нас очень сильно радует. Мы считаем вообще, что вы молодцы в этом плане, потому что сколько я до этого старался в разных организациях, у нас немножко как бы с этим была проблема. Но я считаю, что на сегодняшний день уже ребята понимают, что Revit это действительно будущее, и мы должны к этому стремиться, мы как бы не должны отставать. В любом случае, AutoCAD мы понимаем, что это очень хорошая программа, но будущее за 3D-моделированием, поэтому как бы мы хотели бы, чтобы вы очень хорошо как бы были в этом плане подкованы. Вот. И пользуясь случаем, хочу вас всех поздравить. Те, кто прошел экзамен, они 100% молодцы. Тот, кто не прошел и у кого-то там, если вдруг сейчас будут какие-то вопросы, у нас Sarvar всегда как бы на связи, вы можете спокойно к нему обратиться по вопросам, по каким-то своим, чтобы подтянуть свои знания. И я считаю, что тех ребят, кто вдруг сейчас не получит свои сертификаты, мы в любом случае им эти сертификаты в будущем дадим, когда они уже как бы начнут спокойно работать на Revit. Вот. Сейчас немножко слова нашему коллеге Sarvar. Он вас тоже немножко наставит на правильный путь, и мы начнем вручение дипломов и сертификатов. Avvalambor assalomu alaykum. Bugungi bizning yig'ilishimizdan maqsad mana Xurshid aka hozir tadbirni so'z boshini bo'lib ochib berdilar. Yig'ilishimizdan maqsad avvalambor bizning jamoaviy ishimizni bir natijasi o'laroq sizlarni tabriklash va sizlarga keyingi 2026-yildagi bo'ladigan ishlarda faqat yutuqlar, zafarlar tilab qolish. Oson ish bo'lmadi. Bizani o'rganishimiz, o'qitishimiz, jamoaviy ish bo'ldi. Bu juda nima deydi? Bizani ustozlarni karyeramizdagi eng kuchli jamoalardan biri sizlar. Ya'ni o'zlashtirish bo'yicha ham, bilim salohiyati bo'yicha ham, tartib, hamma narsa bo'yicha sizlar eng kuchli jamoadan birisizlar. Endi bu yoqda qiladigan ishimiz bizlar nimadan iborat bo'ladi? Hammamizga o'sish kerak, rivojlanish kerak. Kompaniya bizga shu investitsiya qilib, pul ajratib, bizning bilimimizni, salohiyatimizni oshirish uchun harakat qilishdi. Biz ham shunga mos ravishda javob berishimiz kerak bo'ladi. Buni endi o'ylayman hamma o'zida yaxshi his qiladi bu narsani. O'shanga bu yoqqa ham shu Revit tashab qo'ymasdan yaxshi o'rganib davom ettirib ketishlaringizni men tilab qolaman. Savollar bo'lsa menga Alekseyev Maksimga va qolgan ustozlarga murojaat qilishlaringiz mumkin. Biz sizlar uchun yanada sifatli qo'llab-quvvatlashni davom ettiramiz. Xudo xolasa. Tak, hammangizni yana bir bor tabriklayman. Kirib kelayotgan bayram bilan, yangi yil bilan va bugungi bizani shu sizlarning natijalaringizni bir ko'rinadigan holatda sertifikat va diplomlar bilan ulashmoqchimiz. Fursatlaringiz bilan boshlaymiz. Revit Map kurslarini malaka oshirganligi va
yaxshi tugatganligi munosabati bilan Xanipov Daniz Fagimovich sertifikat va diplom bilan taqdirlanadi. Eshpo'latov Temurbek Husniddin o'g'li sertifikat bilan taqdirlanadi. Молодец. Sertifikat. Tagayev Sarvar Nuraliyevich. Молодец. Eng ilg'or o'quvchilar. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Sertifikat va diplom ham. Saidov Alisher Murodaliyevich. Sheragan o'g'illariga Temurbekni o'zi o'g'iradi. Ha, bo'ldi. Mana. Temurbek o'g'liga bo'lmasa. Shuhratov Otabek Shuhratovich. Kishi ham mana yetib oldilar, sertifikat. Ganiyev Jonibek Mahmud o'g'li. Hammasi uchun izlagan u. Hadis tafsirmi? Слаботочник Ли Сергей Александрович. O, молодец. Поздравляем. Safin Lenar Radikovich. Голова Слаботочник. Молодец. Endi bizani asosiy suyaklarimizga navbat yetib keldi. Kasimov Ravshan Abdurashidovich. Eng Konstruktiv anaqa bo'yicha tabriklayman Rushan. yana bizada konstruktorlardan Ibrohimov Behzod Rustam o'g'li. Tabriklaymiz. Eng ilg'or o'quvchilardan. Молодец. Bu armiyaga borib kelishdi. Armiyaga borib keldilar. Muhammadjonov Behzod Bahrom o'g'li. Ham yaxshi o'zlashtirganlar. Tabriklaymiz. Uspешно tamomlaganingiz bilan. Конечно, вот эти все наши успехи, сплоченные наши действия, тоже зависят от учителей. Я перед вами хотел поздравить нашего тоже учителя, что он успешно проводил курсы и повышал квалификации наших сотрудников. За это вручаем Алексею Максиму такой сертификат. Благодарность с нашей стороны. Shu hammamizni shu joyga jamlanishimizdan sababchi va shu bizani malakamizni oshirish, umuman olganda shu tadbirni o'tkazishimizdan ham boshchi bo'lgan bizani yuridik MCH Pearl Project firmamizni hissasi katta va bo'lib ham direktorimiz Qasimov Rustam Abdurashidovich va bizani bosh injenerimiz Xurshid akalar bularni albatta nima deymiz, shu tashabbusi o'rtaga qo'yib, oldinga surib, bizani maqsadga undagan odamlar bo'ladilar. Sizlarning oldilaringizda shu akamizni shu sertifikat bilan yana taqdirlamoqchi edim. Bizga tabriklaymiz. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum hammanglarga. Men minnatdorchilik bildirmoqchiman. Kim harakat qilib shunchalik bizlar bilan birgalikda shu bitta maqsadimizga erishishimiz uchun harakat qilganinglar uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman hammaga. Я хочу всем сказать спасибо, кто с нами за эту цель боролся и стоял рядом и старался. Hammanglarni kirib kelayotgan yangi yillar bilan tabriklayman. Yetishgan yutuqlar bilan tabriklayman. Olgan sertifikatinglar birinchisi bo'lsin, bo'lmasa undan keyin yana ko'p bo'lsin. Ko'p bundan katta yutuqlarga erishishinglar bilganinglar. Всем спасибо. Rahmat hammaga.